Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun Yangiqo'rg'on tumani Sputnik 5 ga kelganmiz. 37-poliklinikani hamma biladi. Ro'parasida 10 qavatli novostroyka domga kelganmiz. 8-qavatida 90 kvadratli 3 xonali xonalar alohida, ikkita samozyoli bor uyga kelganmiz. Hozir uyni ko'rsatib tanishtirib chiqamiz sizlarga. Bu podyezddan kirish eshigimiz, eshiklar ham baquvvat yangitdan qilingan. Bu xonamiz kirganimizda chap qo'lda shunaqangi katta mehmonxonamiz. Remontiga e'tibor beringizlar. Zaldan chiqqanimizda esa bu yoq tomoni kuxnyamiz. Kuxnyamiz shunaqangi katta. Uncha-muncha novostroyka domlardan kuxnyasi katta, zaldan kichkina emas, kattaligiga. To'liq mebel texnika bilan jihozlangan. Bu o'zining balkoni bor. Burgoch balkoni bor, hovliga qaragan. Keyingi xonamizga o'tamiz. Bu yerga kirib kelishni bir qarangizlar, kattagina berxo'shki bu. Bu xonamiz esa detskiy xona. Detskiy xonamiz remontiga nusralarga e'tibor beringizlar. Kichkina emas, kattagina bemalol yashashga tayyor uy. Bu 3-xonamiz. 3-xonamiz spalni. Spalni xonaga kirganimizda shunaqangi o'zining stroyni shkaflari bor. Bu xonamizda ham o'zining balkoni bor. Ko'rsatib o'tdim. Bu orqaga, ko'chaga qaragan balkon. Ko'chaning yuzidagi novostroyka dom. Bir go'ch balkoni bor. Bu spalni xonamizni o'zining ichida samozyoli bor. Ko'rsatib o'tdim. Bu yerga kelganimizda esa umumiy samozyol. Remontlari shkarni bo'lib turibdi. Bu 90 kvadratli bo'lgan novostroyka 3 xonali uyimizni egalari faqat uyning ichida kir mashina bilan xolodilnik olib chiqib ketaman dedi. Narxini esa 73.900 dedi. Pastda nomerlar qoldiramiz. Bemalol aloqa qilib savdo qilishlaringiz mumkin.